Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bitta tayyor PSD faylni animatsiya qilishni o'rganamiz. Xo'p, like va obuna bo'lish esdan chiqmasa, qani ketdik. Xo'p, bizda PSD fayl bor. Uni oldingi darslarimizda qanaqa qilib PSD faylni tashlashni va uni animatsiya qilishni o'rgatgan edim. O'shaning uchun qaytadan tushuntirib o'tmayman, ya'ni faylni tashlashni, qanaqa qilishni, просто hozir qanaqa qilib animatsiya qilishni o'rgataman hozir. Kiramiz. Artboard gruppi. Hop, bizda maniki layerlar bor. Har bitta layerda o'zini ko'rib turibsizlar. Nima bajarishini. Boshidan animatsiya qilib boramiz. Hop. Tak. Hot. Kelaylik shuni nima deb nomlab olamiz? Aylanadi bo'laylik. Nomlab olamiz shu uchalasini. Aylanadi qo'yamiz. Aylana 1. Aylana 2. Aylana 3 deb nomlab olamiz. Xo'p. Bizda logo deb yozib olamiz. Logo. Hozirroq ro'yxatdan o'ting. Bu tekstimiz. Manzil. Hozir manzil ko'rinib turibdi. Nevrollik tekstimiz taroy. Nevroz. Mana shu narsani tekst oladi. Tekst deb olamiz. Nevrollik rectangle. Ustiga chiqarib olamiz. Uchalasini bitta prekompozitsiya etib qolamiz, chunki animatsiyasi bir xil bo'lib chiqadi. O'shaning uchun beshikani uchalasini belgilab turib, beshikani o'ng tomoniga bosamiz va prekompoz bosamiz. Seta deb qo'yaylik. Seta. Xo'p, bizda men, ya'ni erkak kishini qolamiz. Rectangle. Xo'p. Rectangle deb qo'yamiz. Layer. Orqa background. Bu ham background. Ikkalasini BG qilib qo'yamiz. Ya'ni background degan ma'noni anglatadi. Okay. Birinchi nimadan boshlaymiz? Tak. Yuqoridagi tekstimizdan boshlaymiz. Ya'ni nevrollik degan. Balki bizda nevrollik bor. Shundan boshlaymiz animatsiyasini. Position beramiz. Ya'ni yonboshda chiqib keladi. P-ni bosamiz. Va keyfini bu yoqqa surib, 540 ta bu yerga chiqaramiz. Hop, qaranglar, vaqtda yutish uchun ya'ni ism familiyani ham shunaqa chiqaramiz. Ya'ni pozitsiya qilib yonboshda chiqaramiz. Kelasi ham keyfini beramiz. Ya'ni bu keyfini mana shu nuqtada, ya'ni mana shu nuqtada to'xtaydi degani, ya'ni shu keyfini. Ya'ni animatsiya keladi-da, mana shu nuqtada, ya'ni mana shu joyda mana shu keyfini bilan to'xtaydi. Bosamiz. To'xtamiz va scores taxminan 45-90 qilamiz. Motion blurni qo'yamiz va ko'rib turganingizdek bizda animatsiya bor. Bizda birinchi nevrollik chiqsa, keyin ism chiqsa. Bot maniki. Yana ham ozgina tezlashtirsak. Bo'ladi shu. Animatsiyamiz 10 sekund bo'ladi. 10 sekund bo'ldi. To'g'rilab qo'ydik. Okey.
Xo'p. Rektanglimizni nima qilsak? Rektanglimiz pastga chiqib ketsin. Pozitsiya beramiz. Keyfini beramiz, ya'ni keyfini beramiz. Va x, y pastdan beramiz. Va yana 90 beramiz. Capacitysini kamaytiramiz. Capacity. Va yoqamiz. Boshqarsak. Tak, shunaqa bo'ldi. Endi mana bu tekstlarimizni analiz qilamiz. Tekstga o'tkazish uchun, ya'ni After Effects'dagi tekstlarga o'tkazish uchun PSDni tanlaysizlar, o'ng tomoniga bosasizlar va bu yerda Create'dan bosib olasizlar. Biz tekstimiz create qilib qo'yamiz. Extra bold qilsak bularga yaxshiroq ekan. Endi bunga animatsiya beramiz. Sizda tayyor animatsiyalar bor, o'shalardan foydalanamiz. Ko'rdingizlar, bizda animatsiya bo'ldi. Okey. Endi face'imizga beramiz. Face'imiz bu tomonni chiqib kesildi. Keltirib beramiz. Ya'ni shu nuqtada to'xtaydi. Ya'ni okey qilamiz. Mana bu yerga o'tkazamiz. O'sha burani olib qo'yamiz va ozroq. Xo'p, face'imizni mana bu yerga chiqib keladi. Unga ozroq ustida ishlaymiz. Va bizda shunaqa animatsiya bo'ladi. Endi mana bu 3 ta aylanamizga animatsiya beramiz. Buning uchun bizda ko'rgan bo'lsanglar, keyframiz, ya'ni anchor pointi bu yerda turibdi. Ya'ni animatsiya bersanglar, mana shu sentrga qarab animatsiya beramiz. Misol ko'rishinglar mumkin. Aslida buni o'zi kichkinayish kerak, lekin bu anchor pointga qarab turib animatsiya bo'lyapti. O'shaning uchun anchor pointini olib kelib olamiz bu yerga. Bularni sentrdan topib olamiz. Okey. Endi bunga tayyor animatsiya bor. Shuni beramiz. Yozib qoldirsanglar kommentariyada keyingi darslarda mana shunaqa plaginni qayerda bepulga o'rnatib olishdi va qanaqa qilib uстановка qilish kerak, qanaqa qilib foydalanish kerak, shu haqida o'rgataman. Xo'p. Mana shu bo'la qolsin.
qarab turaylik. Animatsiya bo'ldi. Endi bizada bu 3 ta bo'lgani uchun ularni ketma-ket qilishimiz kerak. Okey. Katta. Hozir buni text layerga o'tkazib olamiz. Xo'p, text layerga o'tkazish uchun shart qilamiz va animatsiyasini tamom qilaylik. Çıktı. Heteroxatdan o'tgan animatsiya beramiz. Xo'p, bu xatdan o'tgan animatsiya. Xo'p, qanuniga qanaqa animatsiya? Bunga bounce animatsiyasini beramiz. Va turib okey bosamiz. Xo'p, bizada rectangle bor edi, ya'ni mana bu shunga nimadir narsa berishimiz kerak. Biroq zerikar deb qolamiz. So'nggi slide side beraveramiz. Biroq ko'taramiz. Centerga beramiz va bu yerdan hozir yuramiz. Taxminan bizda mana shunaqa holat bo'ladi. Tez bo'pti, biroq sekinlashtiramiz. Xo'p, tak. Yarına qilsak bo'ladi. 18:9gacha. Do'sazat qilamiz. Backgrounddan top yo'lga hammasini yo'llaymiz. Yo'limizni ochar pointini şöyle koyarız ve scale bosamiz. Aşağıya koyarız. Yani şu yerga animatsiya bo'ladi. Deydi. Sarbiyoqroq qiladi. Vot mana shunaqa. Ozroq chiqishi uchun necha istasangiz o'rniga qo'yamiz.
diskga blur tashlaymiz. Fastbox blur. Keltirib beramiz. Ozroq yaqinlashayotganda bitta blur bo'lib keyin ochig'i ketadi, yana pasayib ketadi. Ya'ni sзади lazım. Okuna qaytaramiz. Doğru koyup ketib qolibdi. Boramiz. 100 qilamiz. Tak, bizda taxminan shunaqa animatsiya bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bugun ham tayyor PC'da fayl animatsiya qilishni o'rgandik. Agar sizlarga yana ham sivozroq chiqish uchun, yana ham qisqaliroq, oddiy bo'lib qolmasligi uchun rektamizga animatsiya berib qo'yamiz. Shuni berib qo'ysam, scrollsini ozroq pasaytirsak, 1.8 qilib qo'ysak. Yo'q bo'lmasa ekan. Shu yaxshiroq. 15 qilib qo'yadi. 15. Shu yaxshiroq. Chiqib qolgan. Mana bizada tayyor animatsiya. Agar o'zingizlar uchun shu aynan shu dizaynni qilmoqchi bo'lsanglar, animatsiya kommentda yozib qoldirsanglar, tashlab qo'yaman, yo'q bo'lsa Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Hammaga rahmat. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin.